Assalomu alaykum. Milliy sertifikatga tushgan 21-savolni ko'rib chiqamiz. Demak, mana shu integralni hisoblashimiz kerak. Buni hisoblash uchun mana 1/x deb alohida yozib olsak, 1/x dan boshlang'ich olsak, ln x bo'ladi. Ya'ni d differensial ichiga 1/x boshlang'ich bo'lib kiradi, hosila bo'lib chiqadi. Demak, 1/x dan boshlang'ich bo'lib kiritadigan bo'lsak, integral ln x mana d necha nima bo'lib kiradi desam, mayli 1/x deb alohida yozib olganimiz ln x bo'lib kiradi mana. ln x. Endi o'sha ln x ni mana ln x ni t deb belgilab olamiz. ln x ni t deb belgilab olsak, endi davom etamiz. Barobar bu nima bo'ladi? Bu barobar integral. Xo'p, ln t bo'ladi mana. ln x ni chunki t dedik. ln t dt bo'ladi. dt degani t bo'yicha olamiz degan, x degan x bo'yicha olamiz degan. Endi buni yozib olamiz. Integral 1 ko'paygan ln t dt deb yozib olamiz. Endi bu 1 ko'paygan ln t deb yozib olganimizning sababi mana ikkita funksiya qilib yozib oldik. Ikkita funksiya bo'lsa mana bo'laklab integrallash formulasi bu. O'sha bo'laklab integrallash formulasini qo'yamiz. Demak, integral 1 ko'paygan ln t dt bo'ladi. Endi bu yog'i mana dt t bo'yicha ishlaymiz degan. Demak, 1 dan boshlang'ich olamiz debdi. Katta ifadasi boshlang'ich. 1 dan boshlang'ich nima? T bo'yicha. Keyin ln t ni o'zi. ln t. Ayiramiz integral, keyin 1 dan yana boshlang'ich olyapti. T, keyin ln t dan hosil deyapti. Ijatlikdan hosil olsak, ln t dan hosila 1 taqsim t. Endi bu yog'i yana dt bo'ladi. Barobar ishlasak, t ko'paygan ln t bo'ladi. Mana birinchisi, keyin t bilan t qisab ketadi, 1 qoladi. 1 dan boshlang'ich nima desa t, ayrilgan t. Demak, mana shu kelib chiqdi. Demak, o'sha kelib chiqqan narsa 1 ko'paygan ln t mana. O'sha joyga qo'yamiz. Demak, barobar t ko'paygan ln t ayrilgan t qo'shilgan s barobar. Endi joyiga qo'yaveramiz. Mana barobar joyiga qo'yaversam, t nima edi bizda boshida? T ln x edi. Joyiga ln x qo'yaversam, ln x ko'paygan ln, xo'p, ln x ayrilgan ln x t ni joyiga qo'yibman, qo'shilgan s. Bo'ldi. Mana shu oxirgi javob.